Uyg'ur eli Xitoyning ashliq bazasi va salmon beliqi yetishtirish bazasiga aylantirilmoqchi ekan. Xitoy hukumati Uyg'ur elini Xitoyning ashliq bexatarligiga kafolatlik qilish bazasiga aylantirish uchun terilg'u ko'lami va ashliq ishlab chiqarish miqdorini oshirish bilan tang yana Xitoydagi eng chong salmon beliqi yetishtirish bazasiga aylantirishga kirishgan. Xitoyning bu plani 2024-yili Uyg'ur elining umumiy ashliq ishlab chiqarishi 46 milliard 600 million jingga yetib, Xitoy bo'yicha 5-o'rinni egallagan bir paytda o'tirib qo'yilgan. Uyg'ur avtonom rayonlik yezi egilik tarmoqlari yangi ashliq ishlab chiqarish planida 2025-yili o'tgan yilqidan 1 milliard jing ortiq ashliq ishlab chiqarishni o'tirib qo'ygan. Beijing gazetining oshkorlashicha, Uyg'ur eli bu yil salmon beliqi ishlab chiqarish salmog'ini mamlakatlik umumiy ishlab chiqarish salmoqining 30% dan oshirib, Xitoydagi eng chong salmon beliqi yetishtirish bazasiga aylanmoqchi ekan. Doiralar buni ishga oshirish uchun yangi texnikalarni qo'llanayotganligi tilga ilinmoqda. Sina Maliya xabarlarida 2024-yili Uyg'ur elining Nilqa, To'qistara qatorliq nahiyalarda salmon beliqi sınaq bazalarining qurilib, muvaffaqiyat qozonganligi. Bu sınaq bazalarining bu yil Altay, Qashqar qatorliq joylarga kengaytirilganligi bildirilgan. Xitoy taratqullari o'tgan yili Shandongdagi Meja guruhining Uyg'ur elida beliqchilik maydonlarini qurib, dengiz mahsulotlari ishlab chiqarayotganligini bildirgan edi. Amerikadagi qonunsiz okean qurilishi tashkiloti 2023-yili 10-oyda Shandongdagi mazkur Meja guruhining Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatadiganligini oshkorlagan va Amerika Anvatan xavfsizligi ministrligi Meja guruhini qora tizimga kirgizgan edi.